Assalomu alaykum. Mana 29-noyabr kuni ishimizni yakunladik. Qumqishloqda stalik katel qo'ydik. Bugun 29 mi o'shdi? 29. Aha, 29 ekan. Uncha esdan ham chiqib qolyapti. Kunlar ham butunam bitib ketib qolyapti. Ikki etajli joyimiz. Aynan hozir kech bo'lishiga qaramay har doim mana tugatyapmiz endi. Xudo xolasa mana ish topshirish jarayonidamiz. 10 minut bo'ldi yoqqanimizga kat yo'limizga 35 ga chiqib bo'ldi. Kat yo'limiz mana ko'rinishi. Kat yo'lim o'ta sifat. Mana shu kat yo'ldan qo'yyapmiz doim. O'ta chiroyli kat yo'l. Xudo xolasa mana ishimizni yakuniga yetkazib qoldik. Isib olgandan keyin uyda egasi bilan bitta syomka